Biz kutgandan ham zo'r. Hammasini qo'lga olamiz. Ishonchim komil. Balkim mana buni qidirayotgandirsan. Sen bizni tuzoqqa boshlab kelding. Gaplaringni bari yolg'on bo'lib chiqdi. Kabinet a'zolaridan tortib barcha qilgan uydirmalaring seni bu iflosliging ekan. Yo'q, biz hujumni oldini oldik. 3 kundan keyin ular chegaradan o'tgan bo'lar. Nima uchun biz? Chunki buni boshqa hech kim eplay olmasdi. Uydirmalarimdan jag'ning chiqyapti, lekin seni boshqachasiga ko'ndira olmasdim. Xo'p, berchi, unda nimaga yolg'on to'qiding? Biz bu yerda anchadan beri qidiryapmiz. O'sha vertolyotdagilar hammasi meni odamlarim edi. Eshityapsanmi? U g'oyib bo'lgan yo'q. Uni terisini shilishgan. Menga bu ablag'larni yo'qotishni buyurgan. Shuning uchun ham har xil uydirmalaring bilan bizni tuzoqqa olib kelibsan-da. Dilingga nima bo'ldi? Men unga ishonar edim. Meni ko'zim ochildi. Seniki esa yo'q. Sen ular uchun bir narsasan xolos. Keraksiz narsa. Men sendan o'zim ishim uchun foydalandim xolos. Meni odamlarim keraksiz narsa emas. Va men bunaqa ishlarga qarshiman.